Sukunatdagi sir 7-qism. Mashina qorong'u yo'lda tezlik bilan ketardi. Atrofda chiroqlar siyraklashib borar, shahar ortida qolardi. Oldinda esa faqat zulmat va noma'lumlik bor. Men oynadan tashqariga tikilib qoldim. Ichimda qo'rquv bilan bir g'alati hissiyot paydo bo'ldi. Go'yo hammasi shu nuqtaga kelib bog'lanayotgandek. Dilnoza, dedim Kamron. U yerga borgach nima qilishni bilasanmi? Yo'q, dedim rostini aytib. Lekin baribir boraman. Kamron rulni mahkam ushlab, u seni sinayapti. Sen qanday reaksiya qilishini ko'rmoqchi. Uni ko'radi. Bir necha daqiqa sukut o'tdi. Keyin uzoqda eski bino silueti ko'rina boshladi. Keldik, dedi Kamron. Eski zavod, qorong'u, tashlandiq, derazalari siniq. Go'yo u yerda allaqachon to'xtab qolgandek. Mashina sekin to'xtadi. Shu yerda tushaman, dedim. Kamron bosh irg'adi. Men orqaroqda qolaman, lekin agar biror narsa bo'lsa, bilaman, dedi uning gapini bo'lib. Eshikni ochdim. Sovuq havo yuzimga urildi. Mashinadan tushdim. Orqamda motor o'chdi. Sekin zavod tomon yura boshladim. Har bir qadamim yuragimni battar siqar edi. Ichkariga kiradigan katta eshik yarim ochiq. U yerga keldim va to'xtadim. Chuqur nafas olib va kirdim. Ichkari qorong'u, faqat tomdan tushayotgan oy nuri yerga tushib turardi. Aziz, dedim baland ovozda. Ovozim bo'sh devorlarga urilib qaytdi. Javob yo'q. Yana bir qadam tashladim. Temir pol g'iyqilladi. Birdan orqamda eshik gurs etib yopildi. Cho'chib ketdim. Kim bor? Keyin qorong'ulik ichidan asta qadam tovushi eshitildi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Soydan bir odam chiqdi. Baland, qorong'u kiyimda. Yuzini aniq ko'rib bo'lmasdi. Lekin ovozi sovuq va tanish. Va nihoyat kelding. Men nafasimni ushlab turdim. Aziz qayerda? U va sekin kuldi. Shoshma. Uni menga ber. U yana bir qadam yaqinlashdi. Endi yuzining bir qismi oy nuriga tushdi. Ko'zlari sovuq. Sen juda jasur ekansan, Dilnoza. Aziz qayerda, deya baqirdim. U boshini biroz egdi. Sen hali ham hammasini tushunmading. Nimani? U bir lahza jim turdi va keyin bu faqat Mohira haqida emas. Yuragim siqildi. Uni nima haqida? U sekin qo'llarini ko'tardi. Qorong'ulikda yana bir soya ko'rindi va kichkina ovoz, Dilnoza opa. Aziz? U bog'langan holda burchakka o'tirardi. Ko'zlari qo'rqib ketgan. Men oldinga otildim. Lekin erkak qo'lini ko'tardi. To'xta. Men joyimda qotib qoldim. Yana bir qadam va hammasi tugaydi. Nafasim tezlashdi. Nima xohlaysan? U menga qarab, haqiqat. Qaysi haqiqat? U bir qadam yaqinlashdi. Sen aytmagan haqiqat. Bu gap meni larzaga soldi. Men hech qachon hech narsani yashirmayapman. U keskin kuldi. Yolg'on. Sen Mohirani oxirgi marta qachon ko'rgansan, Dilnoza? Yuragim birdan muzlab ketdi. Men, deb so'zim chiqmay qoldi. U yaqinlashdi. Ha, endi eslayapsanmi? Aziz yig'lab yubordi. Iltimos, meni olib keting. Men ko'z yoshlarimni zo'rg'a ushlab turardim. Rustam yana dedi. O'sha kechani ayt. Qaysi kecha? U pichirladi. Mohira yo'qolgan kecha. Xona yana sovib ketdi. Va men birdan tushundim. Men ham o'sha kechada bor edim. Ichimda nimadir sinib tushgandek bo'ldi. Men bir qadam orqaga chekildim. Yo'q, dedim past ovozda. Bu mumkin emas. Rustam sekin, nihoyat eslay boshlading. Tasvirlar ko'z oldimda chaqnay boshladi. Bo'lak chalkash, qorong'u kecha, yomg'ir tomchilari va ochilgan eshik. Mohira. Men labimni qattiq tishladim. Men u yerda tasodifan edim. Rustam boshini yon tomonga egib, tasodifan? Ha, yoki sen ham uning sirrini bilganmiding? Yuragim yana tez ura boshladi. Men hech qanday sir bilmaganman. Uni nega u seni ko'rib qo'rqib qoldi? Bu savol meni qotirib qo'ydi. Ko'z oldimda yana bir lahza jonlandi. Mohiraning ko'zlari qo'rquvga to'la. U orqaga chekinayotgandi va menga qarab, sen? Men nafasimni yo'qotgandek bo'ldim. Men, dedim. Men uni qo'rqitmoqchi emasdim.
Rustam keskin lekin qo'rqitding. Aziz yana yig'lab yubordi. Iltimos, to'xtating. Men unga qaradim. Bu yerda esa begunoh shu bola. Rustam dedi qat'iy. Azizni qo'yib yubor. Bu uning ishi emas. To'g'ri, dedi u. Bu uning ishi emas. Va bir lahza jim bo'lib, lekin qo'shimcha qilib, lekin u guvoh. Bu so'z yuragimni yanada siqdi. Sen Mohirani ko'rganingda edi. Rustam sekin, u allaqachon ketishga tayyor. Tasvirlar asta-sekin joyiga tushayotgandi. Ha, dedim pichirlab. Uning qo'lida sumka bor edi. Va sen undan nimani so'rading? Men ko'zlarimni yumdim. Men Kamron haqida so'radim. Kamron? Rustamning labida kinoyali tabassum paydo bo'ldi. Albatta. Chunki davom etdim. Men uning nimanidir yashayotganini sezgandim. Va Mohira ko'zlarimni ochdi. U menga qaradi va dedi. Ovozimiz ikkovimizdan bir vaqtda chiqdi. Kech qolding. Xona yana jim. Rustam sekin bosh irg'adi. Endi hammasi joyiga tushyaptimi? Yuragim yanada siqilib ketdi. Lekin keyin hayajon bilan men ketib qoldim. Men u yerda qolmaganman. Rustam birdan keskinlashib, yolg'on. Men cho'chib ketdim. Rost, sen ketgansan, dedi u sekin. Lekin undan keyin nima bo'lgan bilasanmi? Men jim bo'lib qoldim. Yo'q, Mohira ketolmadi. Bu gap havoni muzlatdi. Nima deganing? Rustamning ko'zlari qorong'ulashdi. Chunki nimadir to'xtatdi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Sen? U boshini chayqadi. Yo'q, men asta pichirladim. Unda kim? Rustam javob berishga shoshilmadi. U asta yon tomonga qaradi. Qorong'u eshik tomonga sen o'zingdan so'ra. U yana menga tikildi. Kim yolg'on gapirdi? Shu payt orqa eshik tomondan qadam tovushi eshitildi. Og'ir, shoshilmay, tanish ovoz. Men asta o'girildim. Yuragim urishni unutgandek bo'ldi. Qorong'ulikdan bir siluet chiqdi va men uni darrov tanidim. Kamron. U yorug'likka chiqdi. Yuzi jiddiy, ko'zlari sovuq va u asta dedi. Endi yashirishning foydasi yo'q.